Xo'jalikda ishlatish uchun o'zimga, uyimga ishlatgani, tirikchilik qilgani motobloklarni komplekt holatda olaman degan akalarimiz uchun Agroservis do'konlarimizda yangi komplektlarimiz tayyor bo'ldi akalar. Endilikda Agroservis do'konlaridan 7 ot kuchli motobloklarni komplekt holatda aravalari bilan va 9 ot kuchli motobloklarda 1 tonnagacha yuk ko'taradigan aravalari bilan komplekt holatda ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirda sizlarga bu motobloklarimiz va aravalarimizni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx, navollari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim mana shu turdagi komplektlarni yoki-da motobloklar yoki-da aravalarni xarid qilib olaman deb niyat qilib yurgan akalarimiz ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda optim baza narxida tarqatib yuborilmoqda akalar. Xo'p, hozirgi kunda mana shu videolarni ko'rib o'tirib, videolarga like tugmasini bosib, kommentariyada omad deb keladigan bo'lsangiz, mana shu turdagi atrofda hali ham pulga sotilayotgan instrumentlardan birini ham tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang, videoga like bosing va kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar akalar. Bizning do'konlarimizga kelib, shu turdagi motobloklarni xohlasangiz upakovka, xohlasangiz mana shuni yig'ilgan holatda xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli barabanni aylantirib, shu turdagi va shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlardan birini tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boring, shu turdagi instrumentlarda tekinga olish shartlarini tanishtirib o'taman akalar. Xo'p, birma-bir komplektlarimizning ma'lumotlarini tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turgan komplektingiz birinchi navbatda xo'jalik bob, ro'zg'or bob, arzonroq komplekt holatda motobloklarimizdan 7 ot kuchli motoblogimizga komplekt holatda 300 kg dan boshlab 500 kg gacha yuk ko'taradigan aravalari bilan komplekt holatda tayyor bo'lgan. Bu motoblogimiz yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi akalar. Benzin baklari 3 litrli, yurgizish joylari zavodni orqali yuradi. Vozdухni filtrlari maslinli qilib ishlangan, juda ham ekonomishni 1,5 litr benzin rasxod qiladi soatiga akalar. Xo'p, korobkalari o'sha korobkalardan akalar, xo'p, rollari uzun variantdan bo'ladi. Oldiga ikkita, orqaga bittadan skoroslari bor. Balonlari katta razmerli balonlardan. Bu motobloklarimizni o'zini komplektlarida qo'shimcha mana shu turdagi frezalarigacha qo'shib beriladi. Qator oralarga yurib ishlash uchun ham juda ham qulay. 50, 60, 70 agat oralariga bitta ro'zg'orni bemalol eplab tirikchilik qilish uchun ham juda ham qulay variant hisoblanadi akalar. Xo'p, motoblogimizda oldiga ikkita, orqaga bittadan skoroslari bor akalar. Undan tashqari orqasida turgan ulangan telashkasiga keladigan bo'lsak, bu telashkasi yordamida e'tibor bering, dishlari buriladigan qilib ishlangan. Boshqarish mobaynida akalar o'ngga chapga burilishlaringizda arava bilan billa burilmaydi akalar. Shuning uchun motoblogimiz o'zi addenni burilishligi uchun dishlalarni buriladigan qilib ishlangan. Xo'p, dishlari uzunidan, oyoqlari tay taxtadan, o'tiradigan joylari ham taxtadan qilib ishlangan. Bemalol 2 kishi o'tirib keta oladi. Listlari esa konteyner listlardan foydalanilgan bo'ladi akalar. Ko'pchilik akalarimiz biladi, oddiy shtampovkali listlardan ko'ra konteyner listlar anchagina baquvvat hisoblanadi akalar. Balonlari skuter balonlar bilan jihozlangan, razmerlari shu 1 metrdan boshlab 120, 150 gacha har xil turdagi razmerlari bor akalar bizning do'konlarimizda. Hozirgi kunda 300 kg dan boshlab 500 kg gacha bemalol yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Hozirgi kunda mana shu turdagi komplektlarimizni 7 ot kuchli motobloklarimizni har xil turdagi assortimentlari bor va aravalarda ham katta kichikligiga qarab turib narxlarni kelishamiz. Bu ko'rib turgan komplektingizni hozirgi kunda bizning do'konlarimizda 6 million so'mdan boshlab akalar 8,5 million so'mgacha variantlari bor. Agarda motoblokda sifatliroq, baquvvatroqdan, garantiyaligidan olaman deydigan bo'lsangiz, komplekt holatda original motobloklardan ham qilib bera olamiz. Xohlasangiz aravalardan katta kichikligiga qarab narx-navolarni kelishamiz. Mana shu 9 ot kuchli aravalarimizni ham bemalol torta oladi. 7 ot kuchli motoblogimiz. Aytib o'tganimdek 6 million so'mdan 8,5 million so'mgacha variantlari bor. Motoblogimiz o'zining komplektlariga frezasi, dokumenti, kulishlarigacha qo'shib beriladi. Undan tashqari bu motoblogni kichiklik qiladi degan akalarimiz uchun 9 ot kuchli komplektimiz ham tayyor bo'lgan. Bu 9 ot kuchli motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Motorlari 177 motorlar bilan jihozlangan. Yurgizish joylari zavodni orqali, vozdухni filtrlari bularda ham maslinli
7-6 kuliga nisbatan benzin boklari katta benzin boklaridan qo'yib o'tilgan. Reduktori tomonlama katta reduktori bo'ladi akalar bularda. Xo'p, motoblokni olganingizdan keyin rotorni kasilka va zatkalarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, bu motoblogimizda oldiga ikkita, orqaga bittadan skoroslari bor. Balonlari anchagina katta qilib ishlangan, 512 razmerli balonlardan qo'yib o'tilgan. Motoblogimizda bemalol yuklarni tashishda orqasidagi teleskasi yordamida 1 tonna, 1 tonna 200 gacha yuklarni tashish imkoniyatingiz bor. Xo'p, motoblogimizda aytib o'tganimdek, motorlari ekonomishning soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. 9 ot kuchli modeli hisoblanadi akalar. Xo'p, bunda ham qator oralarga yurib ishlash uchun 60-70 ga rosa moslangan akalar, birga bir tusha oladi. O'zini balonlari yordamida ham agatlarni orasini kultivatsiya qilishda ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimiz o'zini komplektlarda dokumenti, kulishlari va garantalarigacha bo'ladi. O'zini mana shu turdagi frezalargacha qo'shib beriladi. Orqasida turgan aravasiga kelib o'tadigan bo'lsak, birinchida ko'rsatgan aravamizdan ko'ra anchagina baquvvat hisoblanadi. Bunda dishlari mana shu frutdan foydalanilgan. Undan tashqari bunda ham 360 gradusga buriladigan qilib ishlangan. Tagidagi profillari ham 4 ga 4 qalam profillardan foydalanib qo'yilgan. O'tiradigan joylari listdan qilib ishlangan bunga. Oyoqlarning tagi ham listdan qilib ishlangan bo'ladi. Ichki tomon sistemasi 1.7 lik listlardan foydalanilgan. Ichki bunkerlari ham kattaroq bo'ladi akalar. Razmerlari 1.20 dan 1.80 2 metrgacha katta kichikligi bor akalar. Xo'p, undan tashqari balonlarning razmeri mashina balondan qo'yib o'tilgan bo'ladi. 12-13 razmerli balonlarni qo'yib berish imkoniyatlari ham bor. Razmerlari aytib o'tganimdek, oddiy variantiga nisbatan kattaroq bo'ladi akalar. O'ziga mos 1 tonna, 1,5 tonnagacha yuklarni tashish uchun mo'ljallangan. Tag qismlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Tag qismlari ham profildan karkas qilib to'qib chiqilgan bo'ladi. Anchagina baquvvat hisoblanadi akalar. Xo'p, bu aravalarimiz ham 2 xil 3 xil varianti bor akalar. Balonlarni aytib o'tganimdek 12-13 razmerli diskali balonlardan qo'yib bera olamiz. Listlari 1.7 lik listlardan foydalanilgan bo'ladi. Original modeli bo'ladi. Agarda kimda-kim mana shu komplektni xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizdan kelib 7,5 million so'mdan boshlab 9 million so'mgacha variantlari bor. Bunda endi motoblogimizda starterli variantlaridan bor. Undan tashqari bundan ham oddiyroq variantlari bor. Undan ham tashqari aravalarimiz ham katta kichikligiga qarab turib narxlari o'zgaradi. Aytib o'tganimdek, keling, xohlagan motoblogingiz yoki da aravalaringiz tanlang, komplekt holatda hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham yana ham tushirib skidkalarni qilib beramiz. Aytib o'tganimdek, motobloglarimizni xohlaganlarga upakovka, xohlaganlarga mana shunday yig'ilgan holatda qilib bera olamiz. Videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da mana shu videoga like bosib, kommentariyada omad deb keladigan bo'lsangiz, shu turdagi instrumentlardan birini tekinga beraman akalar. Bizning do'konimizga kelib, motobloglardan xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan, hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabanim bo'ladi akalar. Omadli barabanimiz ichida siz tashqarida ko'rgan sovrinlar shu omadli baraban ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib omadli barabanni aylantiring va tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Agarda bu video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.